بسم الله الرحمن الرحيم. Şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. الحاقة Boluşu eniq kıyamet. ما الحاقة Kıyamet nemedir? وما أدراك ما الحاقة Kıyametnin neme ekenligini qandaq bilelaysan? كذبت ثمود وعاد بالقارعة Samud ve Ad kabileleri kıyametni inkar kıldı. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية Samud bolsa adetin taşqırı qattiq ovoz bilan halaq qilindi. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Ad bolsa haddidan ziyoda qattiq ve soğuq bo'ron bilan halaq qilindi. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية Allah ulağa bo'ronni 7 kecha 8 kunduz üzüldürmey apiridi qildi. Ad qavmining öz makonlarida halak bo'lib, xorma daraxining por köteklardek yatqanligini ko'rsan. فهل ترى لهم من باقية Ulardan birer adamning qolganligini ko'ra olamsan? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة Fir'aun ham uningdan ilgirkilar va shaharlari dumko'mtirib etilganlar, ya'ni Lut qavmi xato ishlarni qildi. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية Ular Rabbining payg'ambariga osiylik qildi. Shuning bilan ularni Alloh qattiq jazoladi. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية Şübihsizki Nuh'ning zamanida çoğ su yamrab ketgan chaqda sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kiyimiga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun tutib oladigan quloqlarning uni tutib olishi uchun biz shunda qildik. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة Birinchi qitimliq sur chelingan chaqda وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة zimin va tog'lar o'rinlaridan ko'tarilib bir-biriga urilib, ulib ketgan chaqda فيومئذ وقعت الواقعة bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz berdi. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية Osmon yerildi. Bu kunda osmon qalayqonlashib, ojizlashib ketdi. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 Farishtalar osmonning atrofida turdi. Bu kunda Rabbingning arshini 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turdi. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yoshirib qala olmaysizlar. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه Namı amali 10 qo'liga berilgan odam xushalliqdan bu mening namı amalimni ilib o'qib beqinglar. Men hisobotimga muloqot bo'ladiganligimga muqarrar ishongan edim deydi. فهو في عيشة راضية U ko'ngillik turmushda bo'ladi. في جنة عالية Esil jannatda bo'ladi. قطوفها دانية Uning meyvelari öğrü turgandımı, olturgandımı, yatgandımı, qo'lini so'zibli ala oladigan darajada yaqin bo'ladi.
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Ulağa ötkenki günlerde, yani dünyadaki çağlarda yaxşı əməllərini qıyğanlığınlar üçün xoşal xoram yengla, içingla deyildi. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Nami amali sol qoluğa berilgen adam aytidi ki, "Manga nami amalim berilmagan bolsa-chu, ولم أدر ما حسابيه. Hesabımның nima bo'lganligini bilmasam edim." يا ليتها كانت القاضية. Dünyada ölümüm, hayatımni ahiret qayta terilmez qilib oxirlashtirishchu. ما أغنى عني ماليه. Mening mol mulkim manga hech narsaga asqatmadi. هلك عني سلطانيه. Mening huquqim qo'limdan ketdi. خذوه فغلوه. Allah davzaqqa mavkil farishtalarga aytidi. Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. ثم الجحيم صلوه. Ondan uni davzaqqa tashlanglar. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Ondan uni uzunluğu 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Uning bundaq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. ولا يحض على طعام المسكين. Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. فليس له اليوم هاهنا حميم. Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'tarib o'tadigan do'st yo'qdir. ولا طعام إلا من غسلين. Uningga yiringdan boshqa tamoq yo'qdir. لا يأكله إلا الخاطئون. Uni faqat azg'an odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. Men sizlar ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilanmi qasam qilaman. Ya'ni barliq mahluqot bilan qasam qilaman. إنه لقول رسول كريم. Bu Qur'on albatta hurmatlik payg'ambarning Alloh tarafidan yetkizgan so'zidir. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyat oz iymon etisizlar. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. U kahinning so'zimi emas. Sizlar oz va'z nasihat olasizlar. تنزيل من رب العالمين. U olamlarning Rabbi tarafidan nozil qilingandir. ولو تقول علينا بعض الأقاويل Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, لأخذنا منه باليمين. albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. ثم لقطعنا منه الوتين. Ondan uning asosiy qizil tomirini kesib tashlaydik. فما منكم من أحد عنه حاجزين. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. وإنه لتذكرة للمتقين. Shak shubhisizki bu Qur'on taqvodorlar uchun va'z nasihatdir. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. Biz shak shubhisiz bilimizki sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turuqliq, uni inkor qilguvchilar bor. وإنه لحسرة على الكافرين.
Qur'on kafirlarga, ular Qur'onni tasdiq qilguvchilarning savobini va inkor qilguvchilarning azobini ko'rgan chaqda albatta hasrat bo'ladi. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ Qur'on muqarrarki shaksiz haqiqatdir. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Ulug' Rabbingni mushriklarning tuhmatlaridan pok e'tiqod qilgin.